Recep qarab ketding ukam. Qandarak ahvoling yaxshimi? Yaxshimi aka? Aka siz Rahmonjon avtozal akam, siz shu ha? To'g'ri, men shu. Aka, atаңni ko'rgan atangda hurmat qil debdi-ki. Men yozuvchi Boturning o'g'li Qaysar o'laman. Voy, shundaqmi? Seni bir yerda ko'rgandek ismdi, lekin ismga ololmay. Munda da men seni kichik vaqtingda ko'rgan. Bu cho'pcho'ni yigit olib ketibsan-ku. Shu aka, necha vaqtdan beri xizmat ishi bilan boshqa yurtda qoldim. Kela, o'tir. Aka, bu yerda mo'nglinib o'tirib ketibsiz. Yalğız canne tam yeydi dep ukam. Uyda yalğız o'ltirsammi, zirkib ketdi ekanman shuni birdam shamoldig'at. Bir ikki payda chelib, o'zimning ko'nglimni bo'z xo'sh qilay deb o'tdim. Sizni ko'rib, dadamni ko'rgandek o'qildi. Dadang so'rilarimizning guli edi. Dadang bilan ijodiyat haqida paranglashib, duttachilishib, talay kechilarni tanatqizib o'tganmiz. Ömrü qisqa kelib qoldi-da. Aka, mush doktoringizni olsangiz, men sizga bir dostxon savasam. Dadam bilan o'tgan kunlaringizni eslagach, bir haftada mung kunlaringizni anglsak aka. Dadangga o'xshash. Shunda qo'li o'choq, sehi mard cho'ng'ibsa ukam. Hozir bu degan bizningki uyning bo'sog'isi degina. Jura. Davos uyga kirib birdan. Paranglashqa jura. Yo'q aka, siz arani ko'rganda eng yaxshi men savlar. Ikkilan batutani. Jura aka. Men qarag'ina. Anda bo'lsa, ishadi bir minut saqlab tur, men uyga chiqib turshay. Sınınğa tunci yıkılgan gülhan Capağa ümriye ısılgan insan Capağa ümriye ısılgan insan Kalip türden çıkılgan vicdan Büyüksem büyük eyminin dadam Kalip türden çıkılgan vicdan Büyüksem büyük Bir gap qilsam xato tushunib qolmagan. Bayatdan beri qarasam, yuzingni men sugal besib ketibdi. Bizningmi nevri bolaning yuzini men sugal besib ketib, bir necha mahsulotni ishlatib baqsaq, unim bo'lmagan. Do'stlarningki tavsiyasi bilan shu oy chehri oltin suyi men sugal yo'qitish yurishligidan ekilib ishlatgandan keyin biroqlam qutulib ketdi bu men sugaldan shu. Shunlashqa seni men shuni bir ishlatib baqsin deb shunga kelib tushdim. Acab yaxshi aka. Cho'ng masaldan birini hal qilib beradigan bo'ldingiz tamam. Acha, ichida tushuntirishlar bor, tafsili qanday ishlatish. Bu tushundirish ekanda? To'g'ri, bunday tafsili emas shu. Ishlatish usullari nay tafsili. Bo'lsa mushuni o'ylanlam, mush bir quti bilanlam qutulib ketsa bo'ldi bu men sugallarning. Rahmat ak sizga. Chapin yaxshi. Aka, buni qanday setib oldik ekanmiz? Undidarini acha. Sukut 020. Voy. Oy chehridan chiqdi mana. Mana men bu yerdan setib olgan. Shunga shu o'zim ishlatgandan keyin yana boshqa do'stlarimga bir tavsiya qilib qo'yasiz hozir. Joylardan vakolash qabul qilib yutibdi. Voy. Mush undidan qo'ysammi bo'ladi? Qo'ysammi bo'ladi. Mana hozirlik qo'shib olaman. Qo'shib oldim aka. Bek rahmat sizga. Jira, endi siz bir dasturxon sevasam bo'lar? Jira bo'ldi, kel. Jira aka. 168 yillik men sögel yo'qitish yurishligimizni hozirgi faoliyatimizda 148 yengil setib ola olasiz.
bir qap yüz japlaq sovg'at qilinadi. Mal setib olish qiziq liniyasi 130 9503 45 35 nomerga telefon qilib undidarga qo'shsangizmi bo'ladi yoki taniyincha sukut 020 deb besib undidarni qo'shib setib olsangiz bo'ladi.